Mashin bilan urushni o'zim xohlayman. Qiziq janglardan adashmasam bitta ikkita bo'lish kerak. Hozir endi oldin kurashishga ko'p ishlaganman, hozir sal stoykam ham yaxshi bo'lib qolgan-ku. Hozir mana Duplessis chempion bo'lganda bu bolani men nimada ko'rgan edim. UFC Apex'da ko'rgan edim. Parijda yurganda Esiani bayesi bilan. Parijdagan edi bir Newdobnida, qanday Newdobni to'g'ri mushodalni to'g'ri tepalmasdi. Oradan vaqt o'tdi, Vittakerni yutib tashladi. Shunaqa qilib turib, Adesanani yutdi, boshqa bo'lib, Stricklandni yutib chempion bo'ldi-da. Vashi hech narsasi yo'q o'xshaydi. Udari ham, tepishi ham, kurash ham yo'q o'xshaydi, lekin o'rtada faqat to'xtatmay tepib, urib turganligi uchun odamga nidovnilik qilyapti. Hali bitta odam stoygada kutib, qo'lda oyoqda ishlayman deguncha u xolasa qo'l tepadi, xolasa oyoq tepadi. Nidovnilik. Tushunarsiz qanaqa. Men o'ylayman, shu rostdan bu kuchsiz demoqchi emasman, rostdan ham Hamzat bilan 5 raund urishdi. Nechtasini yutdi, lekin o'zimga qiziq qandaydir oson o'tib ketadigan o'xshayman. Men mashin bilan shunaqa deb o'ylayman. Duplessis bilan bo'lsa o'tib ketaman deb o'ylayman.